Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari, qadrdon aka-ukalar. Bugun sizlar uchun foydali kontent tayyorlaymiz. Ruslanbek akamning siloslarini mana necha gektar? 11 gektar polyamiz bor. Tayyor bo'ldi. Hozir xamir holatida kelib ko'rib. O'rtoqlar. Bemalol bog'lanib olishlaringiz mumkin. 15-oktyabr kuniga erta kombay aytilgan o'riladi, nasib bo'lsa. Tezda shoshilib chorvachi molboz akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Shoshilib ulgurib qolishlaringizni so'raymiz. Mana aka-ukalar bemalol bog'lanaverasiz. Bemalol 400-500 so'm atrofi katta partiyada xohlagancha yetkazib beriladi azizlar. Narxi nechi pul endi? 650 so'm yo'l kirasi o'zlaringizda. Mashina kelib olib ketib yuklab beramiz. Olib ketaverasizlar. Jaguar kombayga uriladi. Jaguarga uriladi, maydasi bilan, tish bilan. Aka-ukalar bemalol bog'lanaverasizlar. Juda mayda tish bilan Jaguarda urilinadi. Ko'rib turganlaringizdek har bittasi kamida bittadan sotasi bor. Bo'lmasa 2-3 tagacha bor. O'zingiz ko'rib bemalol bahoni bera olsangiz bo'ladi. Xo'p, Ruslanbek akam dehqon yigit, joyida birdan 650 so'mdan yuklab ortib berishligi hammasi o'zini bo'yinda bo'ladi. Faqat sizlardan bitta yo'l kira xarajatiga o'zlaringiz hisob-kitobini qilaverasizlar. Maksimal podderishkada bo'lamiz. Ushbu videoni chorva ishqibozlariga yuborib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Pastda ham aktiv bo'lamiz. Like, komment, repost kutaman. E'tibor uchun rahmat.